470 gün davam qilgan bu fojia jarayonida hamda bütün dünya ahli hamda shunchavala ilqi qatliam qilinib parcha bo'lib ketgan jasadlar bütün g'arbning axborotlaridan tatib nurg'un hattoki bularninki mustahkam turishi voz kechmay shu yerda shunchavala o'ltirilsimi ham xalqdan bir xilqi ruhiy tushkunlik taslim bo'lish bo'ldi yetar biz taslim bo'laylik kuchimiz yetmaydi deb taslim bo'lib urush to'xtatdi deb Hamasqa mesela shu yerdagi G'azzadagi xalqmi mesela besim ishlatmadi. Mesela bu jarayonda qarab baqsaq Isroiliyaning ichida yani 100 minglagan xalq to'xtamay Netanyahuga qarshi shu urush jadal namoyishlar sen to'xtat sen mushunga sabab bo'lding deb anda qilgan gap. Bu yerda har kuni parcha bo'lib ketgan jasad shuni ko'rib turib u xalqninki taslim bo'lmay yana shu Hamasning keyinda shu mujohidlarning keyinida turishi ularning shu mujohidlarning qat'iy tavranmay turishiga asosli keyinda xalq bor hamda shuncha bo'lib ketsin. Bu dunyo ahli ko'rib hatto shu jarayonda hamda ba'zida shu millatimizning ichidagi bizning millatning ichidagi shu g'arbda u yerda oqqon bo'lib yashayotganlarning Yahudilardan bakirmas Zionizm iqimidagi bu Yahudilardan bakirak Yahudi bo'lib mush Falastin masalasida suhbat o'tkazsak ya va u buni qilsak mush ayıplab ketgan ijtimoiy shuruvatlar bilan yezib ketganlarga inson ichilmay qolmaydi valaqshayotganlar. Shular o'zlari yashayotgan g'arbdagi nurg'un insonlar yig'lab Falastinda bo'lgan ishlarni, G'azzada bo'lgan ishlarni ko'rib nurg'unlari musulmon bo'lib ketdi bu jarayonda. Islom kirib ketganlar va Amerikada nurg'un bu din bilan na millati bilan ya bir millatdosh emas ya bir dindosh emas shunda bo'lishi qaramay 100 minglagan o'quvchilar Amerikada universitetlarda shu yerda butunlay G'azza xalqi bilan birga ekanligini bildirib shu yerda maktablardan ayrilib qolishi ishdan chiqarib etishiga qaramay ammo bizning millatning ichidan o'zini Uyg'ur deyotgan maxluqlar bu nima sizlar nima ish qildi deslar o'ylab boqsa yani o'zlari yashayotgan shu diyordagi a'lo qarab biroz numus qilishni bilmadi hamdi biroz Hijrulloh Zuvanimni jig'ay demay ma Bıraktım söhbət ötküzsək ya xəbəri çıxırıb qoysaq bir yerlərə qıçışıb ketgan gapam deb bulanmay qalgan gapam. Yani demək hamda şunda bir vəziyyətni başdan keçirdi hamda bu xalqım. Bizmi Şərq Türkistan xalqı bu yerdə əslində bularninki az bo'lishi, soni az bo'lishi qaramay işğaliyyətə qarşı özünün zimminini qoğdab shu yerdən çıxmay turib qanchalik bedel to'lasam to'layman men oxirigacha urushman degan narsani asli Şərq Türkistan xalqimi o'rganish kerak bo'lgan nurg'un darslar chiqadan bu yerda. Yani hem de Allah hidayet versin bu bazı mahluklara. Bu noktamızın temamız, programımızın temamı Hamas galibi kıldı mı, mağlup oldu mu diyen bir tema koyduk. Bunu bir kirsek hem de. Yukarıda sözlügelerinden hem mesela bunun karşı galibi kıldı da bir hulasıl İslam'dı. Lakin bir taraftan qarğa vaxtımız yine bu G'azzani yandachi 10 yildan keyin G'azzaning burunqi oldiga kep bulanmaydigan darajada bir vayronchilik bor va nurg'un jonlardan ayrildi. Bunu ben dünyaviy ko'zda qarg'a vaqtidamamdi. Buni qaysi kategoriyaga qo'yib tushundilar? Balkim ba'zi insonlar G'azzadagi ahvolga qarab, G'azzadagi xarobilikka qarab hammasi ziyon tortdi deb hukm chiqarish mumkin. Chunki har bir inson yoki bir xabar tadqiqot ilmiy ishlar shug'ullangan inson buning natijasini ko'radi. Masalan, Hamas 10 ming askarni shehid etib urushdi. Hamas o'zini 8 ming deb e'lon qildi, Amerika istixboroti 10 ming dedi. Shu asosiy ma'lumotga asosan. Shehid bo'lganlarning soni 50 ming ya ko'milib ketganini qo'shsak, 100 ming atrofida inson shehid bo'ldi. 100 mingdan ortiq inson yaralandi. Maktab, doktorxonalar falaj holatga keldi. Shahar yurtlardagi binoning 80%ni qo'llanilmas yoki ishlatgan olmaydigan yer kelib chiqdi. Demak, bular hammasi moddiy jihatga bir ziyon. Bu nuqtadan bu Hamas bu yerda nimaga erishdi? 1,5 yillik urushda shahar tamoman tugashdi. Bundan qo'l keltirgan nima? Buni ziyon demay, buni mag'lubiyat demay, nima deymiz deb deyish mumkin. Bunda deganlar har xil sohada, har xil millatda, har xil qavmida ba'mudsi bor. Biz yuqorida deganimizdan sirt yani qo'shimiz deymizki, Hamas harakati va G'azza xalqi yuqori mushunchilik ziyon tortgan bo'lsa, mushunchilik degan gapni qo'shimiz. Biz Sharq Turkiston urush qilmay turib,
qanchalik ziyon tortdik. Boshqasini qo'yib turlar. 2017 hozirga qadar qanchalik bir inson mush tanglamay turib, rad qilmay turib, shahodat bayrog'ini ko'tarolmay turib, shehid bo'lib ketdi yoki bu dunyodan ketdi. Buni bu sondan nechasi ortiq tutildi ham. Bu vaqtda kirmaymiz, chunki tema ayrim bo'lgach. Hamas va G'azza xalqi yuqorqi shunchalik ziyon tortgan bo'lsa, Isroilning tatgan ziyonim az emas. Isroilningki harbiy jihatdan, askariy jihatdan necha ming askar bor. Ular 2000 da e'lon qilgan. Az e'lon qildi, ha. Ammo bir qism mutaxassislar 7000 dan az emas Isroilning o'lgan askar. Yaralangan askarlar saran bo'lib qolgan yana 10 dan chiqdi. Siyosiy jihatga ziyon, iqtisodiy jihatga bu ziyondan sirt İsrail dünyadagi obrazini yo'qotdi. Necha vaqt ma'lum dunyoda yetim, bechora, dunyoga patmadan uch-bo'cha deb qo'lga keltirgan, g'arb davlatining oxir qo'lga keltirgan e'tiborini yo'qotdi. Hatto nurg'un ko'chmanlar ketishlik Isroilni tashlab Isroilga bo'lsa amaliyotda ularni dunyodan chaqirib akirib qo'ymay avarida. Bu ish bo'lgandan keyin tashlab ham Arab dunyosida Isroil O'rta Sharqda yengilmas kuch deydigan bu e'tiborni yo'qotdi. Masalan 67-yili 5 Arab davlati birlashib Isroildan mag'lub bo'lgan. Chunki u vaqtda kirgan askarlarning e'tiqod kommunistdi. Mayli Iroqda misol qilaylik, Liviya, Suriya, Misr misol qilaylik, hammasi kommunist e'tiqodli kirgan bo'lgach Isroildan mag'lub bo'lgan. 73-yil Ramazonda iymon shuari bilan kirib Misr o'zining tuprog'ini qaytarib olgan, anqisha ilgirligini qo'ymay, bu Kam David bilan bu urush to'xtatilgan. Xo'sh. Arab dunyosi yengilmas deydigan kuch bor shu vaqtdan tortib. Bu kichikkina bir tashkilot, kichik bir jamoat, kichik bir iqlim. İmkoniyati ojiz, qurol yaroqlar o'zgasi bo'lgan ko'pincha oddiy imkoniyatlar. Buning oldida qurol kuchining e'tibori tushdi, o'zining e'tibori ham tushdi. İsroil 15 mingga yaqin ayolni o'tadi. 18 ming yaqin kichik bolalarni o'ltirish orqali xalqaro bir fashist hokimiyat ekanligini o'zi dunyoga isbotlab berdi. Boshqalar ilgari Hitler uni qildi, buni qildi deb isbotlagan bo'lsa, bular biz mana bunday adam deb bu yerda o'tganlarning ko'pinchisi 50 necha %ni ayol bilan kichik bola. O'lgan kichik bolalar soni 18 ming atrofida, ayollarning soni, qiz ayollarning soni 15 ming atrofida. İsrail qurolsiz insonlarni bombardimon qilish orqali, doktorxonalarni bombardimon qilish orqali o'zininki qatl-am qilganligini, irqiy qirg'inchilik ekanligini isbotlab, dunyo tarafidan irqiy qirg'inchilik qotil deb tomga basildi. Mahkamalarda sotlanyapti. Bu narsani o'ylash lozim. Agar Sharq Turkistonliklar Xitoy hokimi urush jinoyati degan egiraz qanchalik natijaga erisha oladi, buni azroq aql va uyg'ur o'ylansalar, buning foyda ziyonini yetib yetardi. Biz o temaga yana kirmaymiz hozir. Faqat ishorat qilib qo'yamiz. Yahudlarning Hamasni xalqdan ayritish plani bor. Biz G'azza ahlida ishimiz yo'q. Hamasni yo'qotsak bo'ldi. Hamasning fikrini yo'qotsak bo'ldi degan nishoni bor. Uning mag'lub bo'ldi. Hamasni xalqdan ayirib Hamas tashkilotini yo'qtimiz dedi, ayirib o'tamiz. Hamasning qurolli kuchini qassam Doğayları degeni boyunca bunu yo'qtimizdi, buna da mag'lub bo'ldi. G'azzaliklarni Sayna arliq pağlab, G'azzani o'zimizdan sayohat markazi aylantiribmizdi, uni da mag'lub bo'ldi. Falastin masalasini xalqaro tartibdan chiqarib, bunday Falastin deydigan narsa bo'lmaydi. Biz atrofimizga arablar bilan tinchlik kelishimi tuzam, okuga o'xshash ittifoq o'tamiz. Bunday biz mustamlikcha yoki ishg'ol deydigan bu qalpoqdan qutulamiz deydigan xiyoli bor. Bundan mag'lub bo'ldi. Natijada G'azzaliklar o'zidan vatanda qolib qoldi. Mustaqil kurashchilar bo'lgan Hamas askarlar o'zidan tuprog'ida qolib qoldi, ammo ishg'olchi kuchlar bo'lgan Isroil chiqib ketdi. İsrail'ninki bu urush qatnashtirgan askar soni 360 ming askar. Hamasning butun kuchi 40 mingda 10 ming shehid bo'ldi. İsrailning 360 ming muntazam arbiyasi bir necha ming g'arb dunyosining u bu yandan kelgan yollanma, setilma askarlar bor, hammasi mag'lub bo'ldi. Dunyo istixborotining kuchi haqida, istixborotning kuchi. Iqtisodiy kuchi haqida Amerika 40 milliard dollar yordam beraylik urushda. Harbiy kuchi yana bizimiz haqida mag'lub bo'lib chiqdi. 360 ming muntazam armiyasi bilan
40 ming atrofidagi iymon askarlarining oldida mag'lub bo'ldi. Xalq o'zining vatanini qo'g'dab, vatan sevgisi bilan qilib qoldi, ishg'olchilar chekinish majbur bo'ldi. Demak, G'azza xalqininki siyosiy va qurolli harakati bo'lgan ozodlik armiyasi Hamas g'alaba qildi. G'azza xalqi g'alaba qildi. O'rlik, mustaqillik ko'rishi g'alaba qildi. Cho'ng davlatlarning kuchiga olgan, cho'ng davlatlarning orqasiga olgan siyosiy jihatdan, iqtisodiy, istixborot, tashviqot jihatdan orqasiga olgan Isroil mag'lub bo'ldi. Isroil yuqori bir necha maqsadlar bor. Hamasni yo'qotish, qurolsizlantirish, G'azzaliklarni Sayna cho'liga palab, tamamen İsrail meselesi yuguşturuş ibaret bu maqsad hech qanday birisini ishga oshirolmadi. Maqsadi amalga oshirolmadi. Bu yerda siyosiy nuqtadan, harbiy nuqtadan ba'zi bir mulohazalarni o'tirib qo'ymizki, bu g'alaba qilish ba'zi bir filmlarda, ba'zi bir materiallarda ko'rgandek davomli harbiy jihatdan ustun bo'lish bilan qo'lga kelmaydi. Yoki bir zaminni egallash bilan bu kuchlikan, bu g'olibkan degan hukm bo'lmaydi. Bu g'alaba qilish o'yinida sir, askariy ustunlikdan sir, bir zaminni tutib turish, mudofaa qilish yoki egallashdan sir, moddiy jihatga ustunlik, siyosiy jihatga ustunlik, ma'naviy jihatga, fikriy jihatga ustunlikmi, bu mu g'alaba hisoblanadi. Masalan, misol olaylik. Dushmanning urush iqtidorini ozlatish, ummidsizlantirish dushman. Masalan, 2005 yil ilgari G'azzani yani boshqa o'g'ini bo'lmaydigan tutib tug'ilmadi chiqilgan bo'lsa, bu qatam bu Hamas bilan urush qilib bo'lmaydi ekan. Hamasning yeng'ini bo'lmaydi ekan deydigan bir yerga keldi. Dushmanning o'zini yengilmas eng ilg'or kuch, dunyoda eng birinchi darajadagi istixborot markaz bizda deydigan bu sapsatisining hammasini yarib yakson qilib o'tdi. Buni kim qildi? Hamas qildi. Hamas siyosiy irodasini dushman tan oldi. Yoki siyosiy irodasini qabul qildiradi. Biz vatandan ko'chmaymiz, vatanimizni sang tashlab bermaymiz, oq bayroq ko'tarmaymiz, mustaqillik ruhidan voz kechmaymiz, oxiri vatanimiz mustaqil bo'lsa sen bilan urushimiz. Shartnoma shu, mushning kelsan suli yo'q bo'lmasi yo'q. Ustalga kuch orqali keltiradi. Bu g'alaba degan strategik bir nishonni qo'lga keltirish bir g'alaba hisoblanadi. Xo'sh. Hamas o'zining mavjudligini saqlab qoldi, G'azzaning mavjudligini saqladi. Surgun qilinish saqlandi, Falastin masalasini dunyoga qaytarildi. Bu Isroil g'alaba. Bu g'alaba degan bir zaminni egallash g'alaba, bir zaminni mudofaa qilishning o'zi g'alaba. Yana bu g'alaba degan xalq ichida hurlik ideyasini jonlantirish, mustamlikaga qarshi davomli harakat o'tgan bir ruhni tirildirish buning o'zi g'alaba. Bizda yo'q narsani o'zimish. Xalq ichida millatcha hurlik ideyasini yoritish. Dushmanga qarshi turish ruhini shakllantirishni o'z g'alaba. Bu ruh bo'lgan vaqtida aninkanda harakat. Bu ruh bo'lmasa nada harakat? Quruq shuar bilan, u yerdagi yozmalar bilan, bu yerdagi salom soati bilan bo'lmaydi bu ish. Men xalqning hammasida men mahkum, men mazlum, men mustamlik ostida iymonim buni yo'l qo'ymaydi, millatparvarlik, vatanparvarlik yo'l qo'ymaydi. Bu ruhni cho'ng kichik hammasida G'azzaga o'xshash bu ruhni shakllantirishning o'zi bir g'alaba. Xalq ichida tajovuz dushman hamon bir kun g'alaba qilamiz deydigan bu umidvorlik ruhini yoritishning o'zi bir g'alaba. Do'st dushman aqidasini tirik tutishning o'zi bu g'alaba. İnsan o'zininki bir musulmon inson o'zininki kimligini, qimmat qarashini saqlab, mudofaa qilib yashay olishning o'zi bu bir g'alaba. Hem mustaqillik yo'lida, adolat yo'lida, haq yo'lida mustahkam tura olishning o'zi bel qo'yib o'tmaslikka, dushmanning ideyasiga aldanmaslikning o'zi bu bir g'alaba. Dushmanning maqsadiga yetolmaslikka bu bir g'alaba qarshi taraf uchun. Do'stlarni ko'paytirish, dushmanni azaltishning o'zi siyosiy harakatga nisbatan bu bir g'alaba. Demak, Hamas G'azza xalqi g'alaba qildimiz, g'alaba qildi. Chunki Hamas İsrailni hukumatini irqiy qirg'inchilik qatlam bilan ayblab dunyoda e'tiborni tushirdi. Bundan keyingisi mahkamada nega bordi, u ayrim bir masala. Hamasning qilish. Tajovuzning vahshiyligini isbotlab xalqaro yolg'iz qilib qo'ydi. Ilgari İsrailning kuch qanchalik bo'lgan bo'lsa, İsrail hukumatining bugungi qanchalik bir yolg'izlik qilib qolganligini buni siyosiy sahnada his qiladi. Buni kim qildi? Hamas qildi. G'arb dunyosida Isroilni bir qanchilgan ittifoqlashlardan ayirib tashladi. Buni qo'llaydigan davlatlar voz kechdi. Hamas nurg'un xalqlarning nazaridan Isroilni chiqarib o'tdi. Ya'ni nurg'un xalqlar Isroilni yomon ko'rdigan, qo'llamaydigan, buni bir vahshiy, Gitlerdanmi o'ta bir vahshiy ekan deydigan bir tuyg'uga keldi. Ya'ni insoniyat yuk deydigan yerga
Ekkep qolsa Hamas g'alaba qildi. Oxir xulosaligi vaqtida. Balkim bu uzun qolmay bo'lishi mumkin. Hamas G'arb dunyosida bir qancha davlatning rasmiy e'tirof qilishiga erishdi. U qalpoqninki ko'tarilishidan sir, bu terrorlik tashkilot u bu deydigan, u qalpoqning ko'tarilishidan sir G'arb dunyosi bir qancha davlatning e'tirof qilishiga erishdi. G'arb dunyosida qanchagan universitetlarda, qanchagan sohada nurg'un odamlarning hamkorlashishiga, hissashish qilishiga, qo'llashiga erishdi. Hamas bugun kunlikda qahramon, milliy bir qahramon. Vatanparvar, vatanni so'yadigan bir qahramon. Bu holat keldi, keldi. Hamasning bu qatim harakati xalqaro sahnadan tushib qolgan Falastin masalasini dunyoning birinchi masalasiga keladi. Nima bilansa kuch orqali. Demak, bu yerda harakat bo'lsa, vatanning masalasi harakat qiladi. Jonliq faoliyat bo'lib qolsa, vatanning masalasi oldini qilsa keladi. Agar uxlab qolib qolsa, qon berilmasa, badal to'lanmay qolib qolsa, bu vatanning masalasimi? Bumi bibulongda qolib qoladi. Demak, bu Hamas do'stlarini ko'paytdi, dushmanni olgan bo'lsa, yolg'iz qoldi. Bu ozodlik harakati deb atayman Hamasni, ozodlik, islomiy va milliy fikrdagi ozodlik harakati bo'lgan Hamasning qahramonligi va Hamasning oqidagi bu G'azza xalqininki mustaqillik irodasi, vatanparvarligi, vatan sevgisi dunyoni hayron soldi. Dunyo insonlardi. Bu qanday haq bu Hamas dedi. O'limdan qo'rqmaydigan. 40 mingga yaqin askari, 360 mingga muntazam armiya, eng ilg'or qurollar, eng oxir tipdagi ilg'or qurollar. Uning ustida g'olib keladigan, qochmaydigan, o'limdan qo'rqmaydigan, irodasidan idis voz kechmaydigan qandar edi. Maqbulg'o tarbiya olgan ekan. Bu haliq ayollar, kichik vallar, qarlar, buvaylar, bu g'azlik. Bu qanday odam dedi. Bu o'lavasimi? Vayjon demaydigan. O'lavasimi taslim bo'lmaydigan. Biz bo'lanmadik demaydigan. Davomli dushmanga qarshi biz maydonda tayyor deb turdigan. Bir bolasi o'lib ketib, ikkinchi bolasini oldiga ishtirib turgan. Bu qanday ro deb dunyoni hayronga soldi. Zil soldi. Bu reallik, bu xiyoliy rivoyat o'qimayapmiz. Bu tadqiqot izlansa chiqib turdi. G'azzaliklarning e'tiborini Hamas harakatining bu qatim harakati oshirdi. G'azzalik esa bugun kunlikda hurmati bor. Musulmon dunyosining hurmati va insoniyat dunyosining qahramonlik hurmati bor. Bu G'azzaning bu qatim harakati iymonning kuchini, mustaqillik ideyasining kuchini, axloqning kuchini namoyon qildi dunyo. Musulmonlar izzat sharafni qo'g'dash qanday bo'ladi? Erkaklik qanday bo'ladi? Ummatvorlik qanday bo'ladi? Buni ko'rsatib qo'ydi. Shu. Bu G'azzada binolar o'rildi, to'g'ri? Shaharlar xarob bo'ldi, to'g'ri. Lekin hurlik, mustaqillik irodasi o'rilib ketmadi. G'azzaliklarda cho'ng kichik, ayol, bo'va yoshli bo'ladi. Bularda mustaqillik irodasi yo'qoldi. 80% binolardan mahrum qolgan, 2 millionga yaqin inson uy makonsiz qolgan, nechqatim u tarafdan bu tarafga ko'chishga majbur bo'lgan odamlarda hurlik, mustaqillik irodasi binolar o'xshash qilib tushmadi. Vatan bo'lsa, tuproq bo'lsa, iroda bo'lsa, binoni salavag'in bo'ldi. Uyni salavag'in bo'ladi. Uy 50 yil, 100 yilda yoki 30 yil olmishib tur, selinib chiqilib tur. Ammo ruh boshqa. Ruh bo'lib qolsa, vatan bo'lsa, binoni uyni salavag'in bo'ldi. Shahar vayron bo'lgan bo'lsa, bularning kimligi qimmat qarshi vayron bo'lmadi. Islomiy kimligi va milliy kimligini qo'ydi. Qimmat qarshida, jihad qimmat qarshida, axloqiy qimmat qarshida, musulmonlik qimmat qarshida, hur yashash qimmat qarshidan voz kechmadi bular. İdeyasi buzilmadi. Bizga o'xshash, hali tajovuzchining ideyasini tashabbus qildigan, hali Yakobni so'p boqadigan, hali bijna so'p boqadigan bunda g'alat buzildi. İdeyasi buzildi. Axloq buzilmadi. Sotqullik bo'lmadi. Yana bijdasi xoinlik, yana bijdasi bo'lmadi. Mol uchun, mansab uchun bo'lmadi. Ammo nimada bo'ldi? Abbosning go'royida bo'ldi. Axloq buzildi, ammo bo'ldi bo'lmadi. Gini buzilmadi bo'lning. Mustaqillik ro'yida gini buzilmadi. Hurlik yo'lidagi gin bo'ldi buzilmadi. Kurash ruhi o'lmadi bo'ldi. Shuncha ular badanni to'lisimi, kurash ruhi o'lmadi. Mustaqillik ruhi o'lmadi. Davlat qurish, davlatchilik ideyasida bular voz kechmadi. Mustaqil qilimizda ruhdan voz kechmadi. Hur yashash erasi yo'qolib ketmadi. Bu natija bilan kelgan ziyonni selishib bo'lsin, tarasib bo'lsin. İnson bo'lsa uy bor. İnson bo'lsa bino bor. Vatan bo'lsa qurilish hamon quriladi. Demek bu Hamas G'azza xalqining ro'yini Hamas ro'yiga aylantiribdi.
Hamas bir hareket, bir fikir, bir ideya. Müstakillik hareketi, azadlık hareketi. Gazzelikten hemmisine Hamas kılıverdi. Bu katımlık hareketi öyle. Gerçi ilgili andaq manda turduğan yoki qanday ola deb qaraydigan bir qism insonlar bo'lgan bo'lsa-mu, bu qitmlik harakati bilan Gazzelikning hammasi Hamasga aylab ketdi. Biz mustaqil bo'lmoqni to'xtamaymiz, hurlikdan boshqa rozi bo'lmaymiz deydigan bu ruhga ekilyapti. Agar Hamas ba'zilar deganga o'xshash mag'lub bo'lgan bo'lsa, men yuqorqi ziyonlarga nisbatan mag'lub bo'lgan. Qanday bo'ladi? Misol alaylik, mag'lub bo'lgan davlatning misoli. Ikkinchi dunyo urushida Germaniya mag'lub bo'ldi, Yaponiya mag'lub bo'ldi. Mag'lub bo'lgancha ikkili davlat mag'lub bo'lgan Germaniya bilan Yaponiyadan iborat ikkili davlat g'olib bo'lgan davlatning shartlariga taslim bo'ldi. Uni qilsamiz maqsadida shartlarning hammasi imzo qo'ydi. Agar Hamas mag'lub bo'lgan bo'lsa, o'zining shartlarini qo'yamadi. O'zining shartlarini qo'yolmaydi, qurolsizlantiradi. Eng to'van ehtimol. Yuqori ehtimolda hammasi qirib tashlanadi. Bu mag'lub bo'lgan bo'lsa, g'azzaliklarning hammasi o'zining vatandan surgun qilinadi. Albatta. Saynaning cho'lligi 25 milliard dollar bedeliga 2020 million inson baxsh bedeliga alla burun bu sabqatliqlarni yoki davr so'zida bu imzo qo'yilib bo'lgan bir narsa davlat arsida. Demak, azadlik harakati bo'lgan Hamas g'alaba qildi, Isroil mag'lub bo'ldi. Bunun yan delillerden bizim misal alsak, bazı kanaatlanmagan. İsrail'nin generallari bu 1,5 yıllık uruş ko'rsatgan xizmetiga medal taqilishning o'rniga, mukofotlanishning o'rniga ko'p qismi hammasi istifa berishga majbur bo'ldi. Odatda bir davlatda g'alaba qo'lga kelsa askarlarga medal taqiladi. Mukofot bo'ladi. Ammo ko'plagan ministerlar voz kechgan sir harbiy generalning ko'pinchisi istifa so'rashga majbur bo'ldi. Nima qilib mag'lub bo'lganlik uchun. Yana qanoatlanmaganlar deymizki, Isroilning bir qism ministerlari xabarlarda mashhur. Tadqiqotchilari, Isroilning o'zidagi tadqiqotchilari o'zlarining bu qatim qurish mag'lub bo'lganligini, Hamasning g'alaba qilib ketganligini, Hamas ustidan g'alaba qilish mumkin emas ekanligini hammasi bayon qilmoqda, e'tirof qilishmoqda. To'g'ri. Demak, buningdan qo'li kelgan ziyon, minatchuz ming atrofidagi odamning shahid bo'lishi, binolarning qo'ldan ketishi, yiqilishi, ammo bu yerda yuqorqi bu foyda solishtirgan vaqtida Hamasni g'alaba qildi deb kesib aytgan bo'ldi. Albatta. Ko'p rahmat, nihoyatda go'zal tafsili tushundilar.